Yo, hammaga selimsiz. Sizlar bilan o'zgarishdi. Kiritidigilar uskolga borib qo'yinglar. Yana men 10-qishloqdaman. Va buzo har doimgidek hamma biladigan do'stlar. Poliz akalarimizni kap chiqamiz do'stlar. Videoga like bosib, kanalga borib qo'yinglar. Biz unda go. Xo'p, do'stlar, mana Matti Gamzuni olamiz. Va bu yerni mana shu nimaga polizini olmaydi? Olaman, ekinlarni yog'ga ekib chiqaraman. Olaman. Buzda do'stlar, yozni uchun yomon buzda bo'lib turadi o'zim. Ekinlarni suv bo'lgandan keyin buzda nima bo'lsin de. Mana obunachilar kanaliga videoga like bosib kanalga borib qo'yinglar do'stlar. 500 ga juda oz qoldi do'stlar. Mana bo'ldi. Xo'p, bularni ekib chiqamiz va yugurib ekib beraman do'stlar. Mana shunday qilib. Xo'p, qarang. Butun ekib chiqaman 20 tasi yetarmikan do'stlar? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, yetmaydi, menimcha. Hop, mana. Bir stak bo'ldi. Hammasini yerga olib boraman do'stlar. Ko'rchi, xo'p, yerga olib boramiz. Mana kirgan mol oldim. Nima deganda men hozir menga ish berdi. Shaxtaga boribki, ish qilib temir, olmos, temir, ana shunday narsalarni olib kel dedi. Ko'rchi, olmos bormi hali temir? Zumrud, temir, ana shunday. Va qorong'u bo'ldi. Hozir kelaman do'stlar, to'xtaylik. Vakil olib kelay uydan. Mana men damlama yetib keldim. Ko'rchi, do'stlar, biz mana voy suvga qaraylar bu. Dan boramiz desam. Wow. Wow do'stlar. Bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Olmos va bitta narsalar xo'p. Bularni hammasini merga olib boraman. Nimaga deganda do'stlar, qishlog'imizdan haligisi tugab boryapti narsalari. Xo'p, bitta izin burutni o'zimga olaman. Nimaga deganda meni ham haligim bor do'stlar, bitta ish haqqim bor. Xo'p. Hoppa. Bitta oltin yo'q ekan, agar bor oltin bo'lsa, oliga qolardim. Lol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 o, mana shu qishloqmi edi? Xo'p, men boyman, xohlaganimni sotib olaman. Mutga ham olsa bo'ladi. Mana bu. Wow, mana bu yoqdi menga. Wow. Ne buncha zo'r. Wow. Nima bu? Hop, mana bu. Marhamat bermaymiz. Wow, mana shu uy juda yoqdi menga. Wow. Mana bunga qaranglar. Ham toza taxtaga qaranglar. Wow. Mana men botni olib keldim. Xo'p, qishloqda nima gaplar ekan? Xo'p. Men botni olib oldim. Endi men nima bu? Tegmayman, nima bilmayman. Pronik chiqib qolgandi. Proni haqqa tegmaymanmi? Hop. Bu temir yana topdim. Shu sakrab o'taman. Wow. Mana o'ziga temir. Wow, yana topdim. Wow. Temirlar. Xo'p. Bularni ham sindirib olaman. Wow. Xo'p. Men ketdim. Xo'p, endi bozor do'stlar. Amma bilgandek qishlog'imizga qaytamiz. To'xtang, mana bu narsalarni olib qo'ray. Bular nimaga kerak menga do'stlar? Mana kirka ham haligi o'sa o'lyapti. Almazni 3 tasini olaman deb o'zimga almazni kirka olaman. Bunga do'stlar ishni o'rtib mana temirlar. Hop,
endi baza uyga qaytib boshlaymiz do'stlar. Уже xo'p, biz boramiz uyga. Mana narsalarni olib oldim. To'xtanglar, hozir men yoniga kelib chiqaman. Men yo'q bo'lsa narsalarni haligiga qo'yib qo'yaman. Xo'p. Hop, men yo'q ekan. Bularga aytganidek, menga aytganda do'stlar, men bitta do'stim haligiga chaqiryapti. Haligi o'tirish bor ekan deyapti, degandi deyish. Hop, sekin boramiz. Nima bu? Millioner. Sizga nima kerak? Nima beray? Meni uyim bu, tushunsanmi? Nima urarsan? Men uyim bu. Yo'q, yo'q albatta. Do'kon. Jinnimisan? Meni uyim bu. Meni uyim bu, jinnimisan sen? Bunga qara. Meni uyim bu, jinni. Qolasanmi? Yo yomonlik bo'ladi hozir. Yaxshilik choyqolman lekin. Meni uyim bu deyapman. Hozir temir nima? Oltinlik bilan o'ldiraman seni. O maraz. O maraz. Nima ko'rsan? Oy, maraz. Maraz. Qo'y xo'p. Yaningni ko'rmay. Voy, men o'ldirdim bu marazni. Maraz. O'ldirdim. Mas ketmaydimi bu? Yaxshilikchi. Hozir ko'radi u maraz. Hozir do'stlar qarab turing. Hozir men bittasiga telefon urib kelayliklar. Hozir bittasiga telefon urib kelaman men sotdan. Sen meni o'ldirdingmi? Ket. Yo'q, menga tegma. Qochamiz. Olmasdi, nimaga chaqirtirganing? Men hatto boy meni uyimni o'q qo'ydi. Kerak bo'lib turgan deysiz-re. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kiyimim qalay? Da, zo'r yana armiyaga borib keldingizmi? Ha. Ana, boy, o'zingiz hol qilib kelasizmi? Sen shungacha aylanib kel. Bo'ldi, men ketdim, aylanib kelaman. Xo'p, mana bo'lgan bo'lsa kerakmi? Uyga boraman. Ko'ramiz. Monster. Nima? Bu millioner bu haydaldi qishloqdan. Nimaga desam men uni qo'rqitdim va militsiya chaqirmoqchi bo'ldim. Lekin mendan qo'rqdi. Meni ko'rganidan sirazi ketdi. Xo'p. Bu voy, siz to'shni men uyimdagi qilib ko'rasiz. Qayerdan bilasiz buni? Armiyada bunaqa uylar ko'p yasaladi. Men ham quraman mana shu. Agar armiyada meni komandirim aytsa, bosh komandirim aytsa, uy qur desam, mana shu uyni quraman va menga birinchi o'rinni berganlar. Mana shu uyni qurganim uchun. Da. Ham bu Minecraftda birinchi o'rinda turibdi bu uy. Da, xo'p. Sizga rahmat, ishingizga borishingiz mumkin. Xo'p. Xayr, to'xtang. Nima menga qarasang, blogermiding, blogermi, nima? Da, hozir videoga olyapman. Xo'p. Obunachilar, sizlar nechanchi qism edi? Bu Ray. 4. 4-chi qism, 5-chi, 4ni oldi-yu. Da, 5. 5ni kitotgan bo'lsanglar do'stlar, masterga 1000 obuna qo'linglar do'stlar. Sizlardan 1000 marta rahmat qilamiz. Agar sizlar 1000 ta yo'q borsanglar do'stlar, mana sizlarga maslahatim va motivatsiya beraman do'stlar. Sizlar like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Mana aytajak gapim shu do'stlar. Xo'p, menga to'xtang, qarachi, menga nomeringizni bering, siz hozir yozib. Xo'p, rahmat haligi uchun. Siz menga kerak bo'lsangiz, men sizni chaqiraman. Xo'p, videoni telefonni oling lekin. Xo'p. Mana. To'xtang, skachat qilib Ray armiyachi do'stim Ray deb yozib qo'ydim. Mana. Xo'p, qarachi, xayr. To'xtang, obunachilar bilan xayrlashamiz. Qani, to'xtang. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan mana shular bo'ldi. Ray xayrlashib qo'ying. Obuna bo'lib, like va obunani bosib qo'yinglar. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Ray bo'ldi. Da. Askar Ray. Da. Hammaga xayr do'stlar. Dara. To'xta. Haligi qilib olamiz.